Aholi elektr ta'minotida beton ustunlar o'rniga xuddi mana shu kabi daraxt shoxlaridan foydalanishmoqda. Bu shoxlarni bir tortsam ustimga qulab tushadigandek go'yo. Mana Istanbulning turishi bu 90-yil qurilgan. Shu 90-yildan beri mana kela mana shu holatga keldi. Egilib qarang, tamom bo'lib, mana necha yil bu suraga. Shundan keyin mana yordamchi qo'yib ketdi o'rniga, Istanbulning o'rniga. Shu turibdi. Hozir itarsan yiqilib ketadi. Bu mahalladagi simyog'ochlar o'z muddatini o'tab bo'lganligi uchun ko'rib turganingizdek, hattoki chirib bormoqda. Muammo mana shu stolbani yangilasin, stolba apasini bo'lib qolgan chirib. U yiqilsa-chi, nima bo'ladi? Uni tiklash uchun qancha vaqt o'tadi? Bu yerda odam o'tish kerak, tokni uzish kerak. Tok qancha o'chadi? O'chib qoladimi? Bilaman 3 kunda soz bo'lmaydi keyin. Mana bu stolba sifatida qo'yilgan, mana bu elektr nimalarini, simlarini, tarmoqlarini pastga tushib ketganligi, bolalarda xavfsizligini imkon darajasida ta'minlaymiz deb qo'limizdan kelgancha imkon darajasida buni ko'tarib qo'yganmiz endi ustalba sifat qilib. Qolganlarini ham hammasini o'zimizning qo'l kuchimiz bilan qilganmiz-da. Elektr tarmog'idan odam chaqirsangiz, uni ustiga chiqmaydi, sinib ketadi deb. Ikki tomondan narvon qo'yib, ikki tomondan ushlab turamizda, ular chiqib tuzatib ketadi. Ozgina shamol bo'ladi, uzib yuboradi. Ozgina shamol bo'ladi, uzib yuboradi. Xullas kalonni lo'nda qilib aytganda bizda elektr ta'minoti bo'yicha bizda hozir hech qanaqangi ko'chani foydalanish xavfsizlik qoidalari yo'q. Xo'sh, O'zbekiston mahallasidagi bu abgor simyog'ochlar qachon almashtiriladi? Mana shu savol bilan mas'ullarga yuzlanamiz. Bu bo'yicha qanaqa rejalaringiz bor? May oylariga xudo xolasa qurilishlarni to'liq bajarib, shu beton simyog'ochlar keyin seprovod kabel sistemaga o'tadigan bo'ladi, transformator qo'yamiz. Shuni bajarib beramiz. Nechta beton ustunlar olib kelish rejalashtirilyapti? Rejaga ko'ra hozir bu yerga 80 dona beton ustun loyihaga kiritilgan. 2026-yil iyun oyida kelsa, ishlar bajarilgan bo'ladi. Shunday, bajarilgan bo'ladi. Buni rahbariyatimizning xabari bor. Doimgidek biz ushbu masalani ham o'z nazoratimizga olamiz va masala ijobiy yechim topmaguncha bu mavzuga, bu hududga takror va takror qaytaveramiz.